Assalomu alaykum YouTube. Mana bugun 17-mart. Yana bitta rolik olishni maqsad qildim. Bu roligimiz ko'tarma mexanizmimiz hamda naveskalarni sozlovchi uskuna haqida bo'ladi. Motoblok uchun yasalgan, tayyorlangan ko'tarma mexanizm. Mana hozir uzoqdan ko'rinib turibdi. Orqasida ko'tarma mexanizmga mana sozlovchi uskunani mana shunday qilib tayyorladim. Eng pastida sozlanma mexanizmi eng pastida plugimiz bo'ladi. Plug ham tayyor bo'lib qoldi. Uni ham hali ko'rsataman. Mana shunday holatga keldi. Hozir mana shu ko'tarma mexanizmimiz haqida detalni bir sizlarga qanday yasaganligimiz haqida kommentariy qilmoqchiman. Ko'tarma mexanizmni tayyorlash uchun asosan kerak bo'ladigan materiallardan shveller hamda ugolnik kerak bo'ladi. Hamda 8 ta bolt gayka kerak bo'ladi. Shu bilan ko'tarma mexanizmni tayyorlash mumkin. Mana hozir shogirdimiz Isroil keldi. Mana assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Isroil qalaysan? Ishlaring yaxshimi? Keyin so'rashib qo'yaylik. Mana navbatdagi video roligimizni olyaptim-da. Xudoga shukr. Mana bu davom etadigan bo'lsak, ko'tarma mexanizmimiz nimadan tayyorlanganligini aytdim. Shveller, ugolnik. Shveller va ugolnikni qanaqa razmerlarda kesib olish kerak? Hozir men sizlarga tushuntiraman. Mana ugolnik. 4 ta ugolnikni uzunligi bu yerdan bu nuqtaga davr 30 cm. 5 ga 5 ugolnik. 30 cm. 1 2 orqada 2 ta 4 ta. Demak 30 cm. Bu nuqtadan bu nuqtagacha. Bundan keyin shveller mana 8 lik shveller. Endi bu shveller faqat 8 lik bo'lishi shart emas. 10 lik, 12 lik shvellerdan ham tayyorlasa bo'ladi yoki ugolniklarni sparet qilib, svarka qilib tayyorlasa ham bo'ladi. Bir tomoniga men ugolnikdan qildim. Bir tomoniga shveller bor edi, shveller tayyorladim. Ana undan keyin bularga mana bu yerda atversiya ochiladi. Demak, bu tomonida 4 ta, u tomonida 4 ta, 8 ta atversiya bolt kekiga olinadi. Bolt kekiga olingandan keyin bu mana shu 90 gradus yer bilan bo'lib tikka, gorizontalni tepaga hamda pastga tushib chiqadigan mexanizmga aylanadi. Endi buni ko'tarish uchun mana bu yerga yana bitta ugolnik men svarka qildim. Bu ugolnikni o'ng tomoniga tros bilan ko'tarish uchun bu Jigulini trosi o'tgan videoda aytganman. Quloq qilib teshib mana bu tormoznoy trosni uladim. Bu tros rishakka ketgan. Ko'taradigan rishak. Pastga hamda tepaga tushiradigan bemalol yengil ko'tarib tushiradi. Hozir menga Isroil agar yordam bersa, men sizlarga buni ko'rsataman. Yana undan keyin mana bu yerda pluglarni, baranani sozlovchi mexanizmimiz mana. Bu orqadan ko'rinishi. Mana bu yondan ko'rinishi. Demak, bu xuddi suvda ketayotgan qayiqni o'ngga, chapga burish kerak bo'lsa, bu ham xuddi shu rolni o'ynaydi. Faqat motoblok o'ng tomonga tortsa yoki chap tomonga tortadigan bo'lsa, bu mana bu yerdan sozlanadi mana. Agar o'ngga tortsa, bu bo'shatiladi. U
u narigi tomon bo'shatiladi, bu sal chiqariladi. Mana bu burab. Shunda o'ngga tortishi to'xtab, yoki chapga tortsa teskarisi. Undan keyin yerni bir chiziq olingandan keyin motoblokga o'ng g'ildiragi kamida 15-20 santimetrga chuqurga tushadi. Chuqurga tushganda mana bu plugga stoykasi yana motoblokga g'ildiragiga parallelni turish uchun mana bu bolka ekala bilan bu o'ng tomonga ham chap tomonga sozlanadi. Bu ikkinchi sozlamasi. Birinchisi bu bo'lsa, ikkinchisi bu. Bu motoblok o'ngga chapga tortmaslik uchun qilinadi. Mana bu plugga har doim orqa motoblokga g'ildiragiga, baloniga parallel turishi uchun mana bu ikkitasi ulangan. Buni bo'shatgandan keyin mana bu qismimiz chapga, o'ngga sozlanadi. Endi yana bitta soz bor. 3-sozimiz. Bu demak plugga uchi qancha chuqurlikda yerni ag'darmoqchi bo'lsak, mana bu vint bilan burab, mana bu uchi plugga uchi, mana qo'lim bilan ko'rsatyapman. Tepaga hamda pastga sozlovchi qismi. Yana hali pluglarimiz tayyor bo'lganda hammasini taqib, sozlab ko'rsatamiz. Bugungi video roligimiz mana shundan iborat edi. Oddiy narsalar, albatta tushungan, qo'ldan keladigan odamlar uchun bemalol tayyorlash mumkin. Salomat bo'linglar. Yana ko'rishguncha xayr.